Azrail qo'nchoq burun yaxshilarni qutuldirib, yomonlarni jazolash uchun ishlatiladi. Hozir bo'lsa, hamma yerda qonun yurgizilayotgan vaqtda uning lozimi yo'q. Agar siz ustangiz, bu pullarning hammasi sizning bo'lsa, agar men ussam, bunga bir tomchilik qiningizni ekitib bersangiz kifoya. Sen tushdi, bir 100 tomchi qon desangmi? Akam Lavyan undoq oson qo'rqib qoladiganlar emas-ku ba? Ayolimiz bilan bugun kechini sog'-salomat o'tkazishimizni umid qilaman aka. Tez bul Valim, bir yilqi do'stimni top. Bog'liq umidimiz shuningda qoldi. Meni o'ldirasan? Petrni o'ldirish uncha oson emas. Bu jasad ayolinggan. Aqliq. Uyda ayol ishlatgan narsa bormi yo'q? Valim, tez bul. Bu aqliqni men to'sib turay. Sen yılıq şahane kılıçını ilk çıkar. Kabristonunu berip, bunun asli bedeni tepip öldürüp et. Çok tipki korkunçluk eser. 4-44 minut ötkende ölüş. Vahimi salonumuzda tartıldı. Birinchi bob. Lavyanning sirliq o'limi. Lavyanning bu mahalda o'ltiraqlashqanigimi uzun yillar bo'lgan edi. Uning uyi yezi bozorining chetiga joylashgan bo'lib, boshqa uylardan xeyli yiroq edi. Kichkina ikki egizlik uyning birini ushaq-tushak turmush lozimatliklarini sotadigan do'kon qilib olgan bo'lib, oddiy qilib aytganda, uning uyimi, do'konimi mushu edi. Ishqilib, bu uy Lavyanning jon tomiri desak ortiq ketmaydi. Uning xo'lim qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatimi yaxshi edi. U o'zimi ochiq yo'ruq, chiqishqoq odam bo'lg'ashqa, xo'lim qo'shnilarimi uningga amroq edi. Asosligi u mushu yezdagi Wangling bilan yaqin o'tadi. Do'kondan bekor bo'libla qolsa, Wanglingning uyiga berib bir necha qo'l shaxmat o'ynab keladi. Wanglingning ayoli tugab ketgan bo'lib, bolalari shaharda xizmat qilg'ashqa, uyda doim yolg'iz qoladi. Shunga u Lavyanning kelishini yoqtiradi. Balkim mushu sababdan bo'lsa kerak. U o'zimi Lavyanga alohida amroq edi. Har qitim Lavyan kelganda, uning unumig'ini qaramay, bir necha xil qo'rma qo'rib, uni mehmon qiladi. Bugun yana Lavyan kundalik ishlarini tugitib, Wanglingning uyiga qarab maqdi. U uyga kelganda, Wangling uyda yo'q bo'lib, shahardagi bolalarining qishig'i ketgan edi. Hech kelmabdi-da. Qo'yimiz zerikdim-g'o bugun. U shundoq deginicha peshini qiqib qimorxonaga qarab maqdi. Lekin u ikkitoyin bo'lib qelyotdi. Chunki Wangling uning qimorxonaga berishini yoqtirmaydi. Qimor odamga yaxshilik etganmaydi deydi. U Lavyangni to'liq qimorxonadan yondirib keladi. Oldingi qitim Wangling uni qimorxonadan qaytarib kelganda, mushu qimor degan narsa beshingga chiqmasili bo'ladi. Bundan keyin qimorxonaga berib qoldigan bo'lsang, seni uyimga dastatmayman degan edi. Bo'ldilar. Bu yerda hozir Wangling bo'lmasa, qimorxonaga borganimni kim biladi? U shundoq deginicha qimorxonaga qarab yo'l oldi. Uning qimorxona degani maxsus qimor o'ynaydigan cho'ng qimorxona bo'lmasdan bir kichik qovoqxona edi. Bu yerga asosligi dehqonlar, ishlamchilar. Anda-sanda kichik savdogarlarmi kelib qoladi. Ular bu yerda ozli ichishkash qimor o'ynashadi. Bugun Lavyan bu yerda odamlarning odatidan ko'p ekanligini ko'rdi.
Odatda sirtin bira usti qamarvoz bu yerga kelib qolgan kunlarda odamlar mushundoq ko'payib qoladi. Odatdagi kunlarda bo'lsa, odamlar ancha ko'p kelmaydi. Darvaqa bugunmi bu yerga bir usti qamarvoz kelgan bo'lib, hammalarning degudek cho'ntigini qo'rg'dab bo'lgan edi. Lavyang bu yerga doim degudek keladigan bo'g'ashqa qamarxondagilarning hammasi uni taniydi. Ular Lavyangning kelganini ko'rib churqirashdi. Hey, Lavyang, bugun kelib qolsan-ku? Shundaymi? Hey, qaraganda qo'shnilaringning uyini bulg'a o'xshamamsan? Lavyang har qitim kelganida ular asosan degudek mushundoq chaqchaq qiladi. Akang qarg'ayning bir qitim o'g'irlik tushkunni ko'rgandek so'zlashsan-ku. Hey, bugun ta'limimiz to'limi qosh keldi. Yangidan bir qimavoz ketgan. Hammamiz shuningga o'ttirib etdik. Ko'pchilik shundoq deyishdi. Darvaqa neriqi ustalda Lavyang azaldan ko'rib boqmagan. Chiroydan shumliq yig'ib turadigan so'rin talat birisi bir nechaylan bilan qimar o'ynayotdi. Lavyangning turibli ta'limini sinab boqqisi keldi. Bo'ldi qilsang bo'larmiki? U odatdagi qamarvozlarda qilmaydi juma. Hey, senimi bizda qo'rqdab qo'ymasa yana, ha? Akang qarg'ay qachon uttirishdan qo'rqib baqqan? Qima o'ynagandan buyon utqinimni bilmayman. Ya'ni shundoqdimi o'ynayapman qo'dana. Bugun uttirdig'inim aniq bo'lsa-mu, shuning bilan bir tutishmasam hisob emas. Lavyang shundoq deginicha qimar o'ynayotgan ustalning yeniga keldi. Qimar o'ynayotganlardan Lavyangni tunuydigan biraylan uning kelganini ko'rib, darhol o'rin bo'shatdi. Heliqi so'rin talab kishi bo'lsa, Lavyangga qarab masxiralik kulib qo'ydi. Qimar boshlanmayla Lavyang daslividilla pulning hammasini uttirib etdi. Odamni mushundoqmi nas bosgan bormi? Hech bir puxodan chiqmadim desa, bu o'lgur ablah. Heliqi so'rin talab bu gapni anglab, chiroyi o'ngdida Lavyangga qarab, chiroyiga yolg'ondan kulgi yugurtib uni chaqirdi. Hey, aka, biz yana bir qo'l o'ynasak qanday? Nimamga o'ynayman? Pulimning hammini utib olgan tursam. Hech qisi yo'q, aka. Biz yana bir qo'l o'ynaydi, ha? Agar siz ufsangiz, bu pullarning hammasi sizning bo'lsin. Agar men ufsam, u shundoq deginicha seriq lotida tikilgan bir loti qo'nchoqni oldi. Buningga bir tomchilik qiningizni eqitib bersangiz kifoya. Nadimi mushundoq oson ish bo'lsin? Hey, agar rost ishonmasangiz, bu qimarxondagilar bizga guvohchi bo'lsin. Nimadan qo'rqsan, Lavyang? Uttirsangmi, noyda bir tomchi qiningni oqqizib qo'ysanglar bo'ladigan ishkan-ku, ma'qul-da. Nadimi bundoq oson ish bo'lsin? Shu emasmi? Lavyang, rastli qo'rqmaydigansan, adash. Agar rastli qo'rqqan bo'lsang vaqo, sening o'rningda biz qisaqmi bo'ladi jimi? Yo'q. Agar bu akimiz tushishdan qo'rqsa, men bu qimani boshqalar bilan o'ynamayman. Lavyang hammadan boshqalarning o'zini ko'zga ilmasligini yomon ko'radi. Endilikda Munu chiroydan shumliq yig'ib turadigan so'rin talatning Lavyangni qo'rqinchoq deyishi uning jiniga tegmakda edi. Tushsam tushdim. Hilg'o bir tomchikan. 100 tomchi qon desangmi, akang Lavyang undoq oson qo'rqib qoladiganlardan emas-ku ba? Undoq yaxshi. Sizning menga 100 tomchi qiningizning lozimi yo'q. Faqat bir tomchi qiningiz bo'lsa kifoya. Dedi ilq so'rin talat sat yechib. Shunda qilib qimarmi boshlandi. Lavyang bu qitimmi o'xshashli uttirib etdi. Ablah. Qandoq bo'g'ini bu? Doim mush ablahli utamdi deyman. Dedi Lavyang jili bo'lib. Ilq so'rin talat bo'lsa, yenidan kichikgina pichoqni ilib Lavyangga sundi. Qinamsaka, va'dimizga amal qiling, ha? O shundoq deginicha sat hijaydi. Lavyang uning qo'lidan pichoqni ochchig'i bilan tortib oldi-da, barmog'ining uchini kichikkina kesib, heliqi loti qo'nchoqqa bir tomchi qinni eqitib etdi. Bu
buni ko'rib eliq so'rin talat Lavyanga qarab masxirlik kulib qo'ydi. Bugun Peqirning kayfi chaq. Bu pullarimiz sizga qolsin. Bugun obdanroq o'ynab oling. Bundan keyin bundaq fursat kelmay qolmasin yana. O shundoq degunicha boyiqi utgan pullarini ustal ustida shopiti tashlab qo'yib maqdi. Lavyang o'zining pulini ilib qolganini hammanglar o'zinglarnikini ilib olinglar deb beribdi. Lavyang uyga qaytmoqchi bo'lib edi. Ular Lavyang, nega mangding? Ya, uyingda bir xotin ballaring bo'lmasa, nimaga aldiraysiz deyman, o'ltira. Bugun toza bir chilashqushi ichishmasak bo'lmaydi. Shuni deyman, aldirabli yuradigan nima kim o? Ular shundoq deyishgunicha Lavyangni ketgili qo'ymadi. Ularning so'rini oxirlashganda allaqachon qorong'i tushgan bo'lib, vaqtmi xeyli bir yerga berib qolgan edi. Lavyang qamarxondan chiqib udul uyga qarab yo'l oldi. O yo'lda manganda xuddi bir narsa uningga agishib mengayotgandek tuyulatdi. Lavyang pat-pat uyoq bu yoqqa qarab qo'yatdi. Lekin atrofda hech nima ko'rinmaydi. Shunda qilib Lavyang oxiri uyga yetib keldi. O eshikni ichidan taqaplab karvatga o'zini tashlab uxlab qoldi. Tun yerimdan oshganda Lavyang qo'sig'ining qattiq og'irishidan uyg'onib ketdi. Nemishqim ozroq ichmagan bo'g'iydim. O shundoq deb g'o'dirganicha uyning chirig'ini yoritib hojatxonaga qarab maqdi. Uning hojatxonasi kichikgina silingan odatdagi hojatxona bo'lmasdan uyning orqasidagi eski tuskilarni tashlaydigan axlatxona edi. Lavyang hojatxonaga berib amdila o'ltirib edi. Lavyangning qarshi tarafida odamga o'xshaydigan bir narsaning soyasi ko'rindi. Lavyangni surbesishga boshladi. Bu atrofda mendan boshqa odam bo'lmasa, ham bu yerim kechidan oshganda bu yerda odam nima ish qilsin? Bularni o'ylagancha Lavyangni surbesishga boshladi. O qo'rqindan hojatxonada o'ltiramasdan uyga qarab yugurdi. U eshikni ochib uyga kirganda yana bir soyning o'ziga qo'shilib kirganini sezmagan edi. To'yuqsiz Lavyangning ko'zlari karvat yiniga qo'yilgan soatga tushib qoldi. Soatning istirlikisi 4 dan 44 o'tganini ko'rsatib turadi. Mushundoq nas bosqirib vaqtdami soatga qarag'an bormi? O achchig'idan tokni o'chirib karvatga chiqib yotdi. Uning ko'zi amdili uyquga berib edi. Bir narsaning gilini kuchab bo'g'ishidan uyg'onib ketdi. O ko'zni ochib qarab cho'chib ketdi. Uning oldida badani chirib ketgan. Ikki ko'zning o'rni qop-qora kamar egallagan. Chochlari qip-qizil. Badindan jasadning purig'i kelib turadigan bir maxluq uning gilini kuchab bo'g'moqda edi. Lavyang barg'ancha holsizlanib, yilqi alvastiga esilgan qo'llari asta-asta tushib ketdi. Yilqi alvasti bo'lsa, Lavyangning gilini bo'g'ishdan to'xtab, uni chechidan tutib so'riginicha sirtqi epmadi. Lavyang qiynalib, bo'sh ovozda emraydi. O Lavyangni so'rab hojatxonaga ep keldi. Lavyangning ko'zlarini bir-birlab chiqarib oldi. Lavyang og'riq paylamay ichinishlik chirqirashga boshladi. Heliqa olvasti Lavyangning chirqirishidan bezor bo'ldimi qandaq, uning og'ziga qo'lini tiqib, uning tilini yulib oldi. Amdilikda Lavyangning ovozi o'chgan bo'lib, og'riqdan tipirlab yumulaydi. Heliqa olvasti bo'lsa, texichi puxodan chiqmagandek qiladi. O Lavyangni tutib, amdilikda bo'lsa, uning yuragini sug'urib oldi. Lavyangning qip-qizil yuragi heliqa olvastining qo'lida texichi so'qib o'tadi. U bir haza tipirlab, ondan jimib qoldi. Heliqa olvasti bo'lsa, Lavyangning qip-qizil yuragini
asta yemakda edi. Qaraganda u endi puhadan chiqqandek qiladi. Әтсі, uyaga әхләт tökülü chiqqan bir ayol Lavyaning jasadini ko'rib, qaltiq chirqirg'inicha hoshidan ketdi. Ayolning ovozini anglagan yaqin atrofdagilar birdamdilla bu yerga olashdi. Lavyaning jasadi nihoyat qo'rqinchli bo'lib, yuragi ojiz bir nechaylan naq maydonda hoshidan ketdi. O bu oq ko'ngil Lavyaning nima sababdan mushundaq echinishli o'lganligiga hayron bo'lib, uning ich og'irdi shatdi. Uzun o'tmay saqchilarmi yetib keldi. Ular Lavyaning jasadini tekshirib, hech qanday isbotga erishamadi. Faqat uni rahimsiz kasbiy qotil o'ldirgan bo'lishi mumkin deb hukm chiqardi. Shuning bilan Lavyaning o'limi boshqalarga bir sir bo'lib qoldi. Bir odam o'lganga jahon cho'rgilmay qolmagandek, ularmi Lavyaning o'limini nihoyat tezli unutib ketdi. Uning o'limini faqat birli odam unutmagan bo'lib, u bo'lsa-mu Wang Ling edi.